Salom bolalar. Bugun bizlar o'zbekistonliklar tomonidan ishlab chiqarilgan yangi o'yin Shumtakani ko'rib chiqamiz. Bu haqida ko'p fikrlar yozilgan. O'shalarni o'zimiz qilamiz. Xo'p. Bu o'yinga kelsak. Bu o'yinda rosa ko'p xatolar bor ekan. Nimalarga erishamiz masalan bu o'yinda bizlar Ilhom Qodirov ekan. Dasturchi Abzal Xo'ja Ikromov. 3 model. Buni 3 til model qilguncha yaxshiroq narsalar qo'shsalaringiz bo'lmaydimi? Bu o'yinga nima desak bo'ladi? O'zbekistonda eng rasvo o'yinlardan desak bo'ladi misol. O'zbekistonni yerga urishmasmi bu? Men boshqa narsani kutganim to'g'risi do'stlar. Bu o'yinni nima deb ta'riflashni ham bilmayapman-da. Yaxshi. O'shanday model qilingan, lekin bu o'yindan chiqish yo'q. Bu o'yinda biron nimaga erishib bo'lmaydi. Qiziqroq qilish uchun yana nimadir qo'shish kerak edi. Mayli. Do'stlar, bu o'yinni o'ynamaslik o'zingizga havola. Lekin menga uncha yoqmadi bu o'yin. Mayli. Lekin boshqa tomondan bu o'yindagi maqollar, o'zbeklikka xos tomonlari yaxshi. Mayli. Boshqa o'yinlarni ko'rishguncha.